Akalar mol bozoriga kirsalaring bilaman, hamma mol yetalab chiqayotgan odamlar. Aka qancha bo'ldi? 62 mingdan. Shunday narxini albatta so'rab o'tadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar uchun Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergachi Chorva bozoriga kelganmiz. Eng tartibli bozorlardan hisoblanadi. Buni ko'pchilik biladi. Haftani har juma kuni bo'ladi. Akalar, bugun bozordan sotilgan mol narxlarini sizlarga to'lig'icha ko'rsatib beramiz. Albatta kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, videomizga like bosinglar. Albatta erta turib sizlar uchun bozorlarga kelyapmiz. Mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'yinglar. Biz albatta xursand bo'lamiz. Biz bo'lmasam videomizni boshladik. Xudo xohlasa bozorda juda ham qiziqarli holatlar bo'lgan. Hammasiga o'zlaring maza qilib tomosha qilishlaring mumkin. Biz bo'lmasam videomizni boshladik. Aka necha pulga sotildi? 15 millionga. Xunojin, eti boshlari ham juda ham chiroyli holatda bon qilgan ekan. Gap yo'q, ko'z tegmasin. Like bosib qo'yadigan. Oh, mana shved. Aka necha pulga ketdi? 26,5 millionga ketibdi. Bo'ylari ham 1.18 atrofida chiqib qoladi, xudo xohlasa. Ko'z tegmasin, zo'r. Bu tomondan hozir yana chiqqanlarini bir qator hammasini ko'rsataveramiz kuzatuvchilar. Aka necha pul bo'ldi bu? 13 million. Xunojin, zo'r. Barakasini bersin. Aka necha pul bo'ldi bu qocha? Qancha bo'ldi ekan aka? Sotmadik, qaytdi deyapti. Kayfiyat yo'q akada. Bu nima bo'ldi ekan endi bu molga? Hayronmiz. Orqalari ham chiqib yotibdi. Nima bo'ldi ekan? Charchab qolgan shekilli shu. Greenfordman semental bu. Qoltis qolgan shekilli. Oh, mana chiqib kelishyapti. Aka necha pul bo'ldi bu? 19 bo'g'oz a? Bo'g'oz emas, qisir ekan. 19 million. Tog'a necha pul bo'ldi bu? Qancha bo'ldi ekan tog'a? Qancha bo'ldi ekan aka bu? 15 million? 13 million 200 ming so'm. Bu qocha. Yaxshi, barakasini bersin. Ketcha mehr talab ekan. Aka necha pul bo'ldi? 12,5. 12,5 millionga olinibdi. Akalar, narx qanaqa bu? Haqiqatan arzon nisbatan o'tgan safariga qaraganda. Hozir bu bozorda rosa yoshlaridan sotilyapti ekan buqachalar. Aka necha pul bo'ldi buqa? 13 million. 13 millionda o'zi. Arzon olibsiz-ku, zo'r. Barakasini bersa. Necha pul bo'ldi ekan aka? 26,5. 26,5 million. Yaxshi, barakasini bersan. Yem yediradigan buqa ekan. Akamiz har doim buqani zo'r narx chiqadi. Necha pul bo'ldi aka? 61,5 dan kilosiga. Aka bu necha puldan bo'ldi? Akamiz xabarlari yo'q. Ha, ikkalasi ham 61,5 dan aka. Har doim. Aka necha pul bo'ldi bu? 21. Xunojin. Akamiz har doim buqani zo'rlarni olib chiqishardi, bor-ku. Gap yo'q. Bu safar ham bozorda oldi buqalardan olib chiqib ketishdi, gap yo'q. Like bosib obuna bo'lib turaverasizlar akalar. Qancha bo'ldi ekan aka bu? Qancha bo'ldi bu? Bo'g'ozlar jupi bilan 42 million. Jupi bilan 42 million. Necha oylik bo'g'oz ekan? 6 oylik, 8 oylik bo'g'oz deyishyapti. Jupi 42 millionga olishibdi. Zo'r, barakalarni berarsan. Mana kelajagi. Qancha bo'ldi ekan aka? 14 million 150 ming so'm. Majun. Yaxshi, barakasini bersin. Bo'ylari ham 1.15 atrofida chiqadi. Bular qanchadan bo'ldi ekan? Qanchadan? 6 million 100. Nargisi 7 million 400 mingmi shunaqa bo'pti. Jupi bilan 43. Jupi bilan 43 bo'g'ozmikan? Qisir ekan. Lekin et boshi juda ham zo'r ekan, gap yo'q. Yem yediradigan ekan bunga. Hozir jupi chiqib kelyapti. Jupini ham hozir bitta ko'rsatamiz sizlarga kuzatuvchilar. Mana. Mana shu bo'lsa kerak. Jicha qaysarroq ekanda. Va jupimi aka shuni? Mana o'shani jupi. Nargisi kattaroq ekan lekin gap yo'q, ko'z tegmasin. Ha, bular jupiga bo'ldi shekilli. Aka necha pul bo'ldi? 80 million bo'ldi. Jup, ha? Bollari nima? Bollari buniki buqa, buniki xunojin. 80 million. Zo'r bo'pti, barakasini bersin. Bozorda oldi mollar ekan lekin. Aka necha pul bo'ldi bu? 17 million. Qisira? Qisirga 17 million. Yaxshi. Mana bular hozir ko'rsatgan yosh buzoqchalarimiz chiqib ketishyapti. Mana tomonda bo'lsa yana akamiz mol yetalab kelyapti. Buni ham narxini albatta so'rab bilamiz. Qancha bo'ldi deysiz? 17 ming sotildi.
17 million 800 ming so'm bo'pti. Yosh xunajin qisir bu. Mana tomonda. Oh. Bozordan xudo xolisa chiroylilar chiqib kelyapti, ko'z tegmasin. Albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasiz. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib. Aka necha yil bo'ldi? 18 million. 18 million zo'r. Aka necha yil bo'ldi jupi? Sotilmadi, qaytdi ekan. So'rashmabdi ekan, shopir shekilli. Aka necha yil bo'ldi ekan puli? 20 million. Bo'g'ozmikin bu? Bo'g'ozmas deyish shekilli. Akalarimiz jupiga yetalab chiqishyapti shekilli. Aka jupiga bo'ldimi bular? Qancha bo'ldi? 32. 32. Buqachalar ozgina ham 32 million bo'pti. Yaxshi, barakasi bersin. Bo'ylari ham 1.15, 16 atrofida chiqadi-yu. Mana buqachalar, bular ham jupiga baraka bo'lsin. Necha yil bo'ldi-chi? 37? 19 ga 18 million deyishyapti. Yaxshi, buqalar, barakasi. Aka qancha bo'ldi bular? 16 million bo'pti. Xunajin ekan bu. Bo'yi 1.18 atrofida chiqadi. Yoshlardan olib chiqib ketishyapti akalarimiz. Aka qancha bo'ldi bular puli? 20 million 250 ming so'm. Ikkovi ham buqa ekan. Yaxshi, barakasi bersin. Bo'yi 1 atrofida chiqadi. Va mana ona bolalar. Necha yil bo'ldi ona bola? 23,5. Bolasi? Bolasi buqacha ekan. Nechinchi qoringa? Birinchisiga ekan. Zo'r. Barakasini bersin olgan odamga. Yosh buzoqchalardan. Aka necha yil bo'ldi bu? 8 million 200 ming so'mga xunajincha. Bo'ylari ham 1.13 atrofida chiqib qoladi. Yaxshi, barakasini bersin. Mana bu tomonda yana bittasi chiqib kelyapti. Hozir narx-navolar bilan ko'rsatib o'tamiz. Aka necha yil bo'ldi ekan buni puli? 16 million 400 mingga oldim. 16 million 400 ming so'mga buqacha olishib akamiz. Yaxshi. Bo'ylari ham 1.17 atrofida chiqib qoladi. E'tiboshlari ham juda chiroyli. Zo'r akalar, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Aka puli necha yil bo'ldi ekan? 15 million 200 ming so'm. Xunajin. Juda chiroyli ekan, xudo xolisa kelajagi bor, ko'z tegmasin. Aka necha yil bo'ldi bu? 12 million 800 ming so'm bo'pti. Yaxshi, barakasini bersin. Tog'a necha yil bo'ldi ekan buni puli? 10 million 700. 10 million 700 ming so'm. Xunajin. Yaxshi, barakasini bersin. Aka buqacha necha yil bo'ldi? Tog'amizni qiynayapti. 3 45. Buqa ekanda ular. Yaxshi, barakasini bersin. Ona bolalar. Aka necha yil bo'ldi ona bola? Tog'a ona bola necha yil bo'ldi? 20 million. 20 million. Bolasi xunajina? Xunajin. Bolasi xunajin, yaxshi. Qancha bo'ldi aka bu? 26. Bo'g'ozmi bu? 6 oylik bo'g'oz. Ona bola necha yil bo'ldi aka? Alohidami? Qancha bo'ldi buqacha? Jupiga bo'pti shu, hali 15 dan 45 deganlarni bittasi shekilli. Aka qancha bo'ldi bu? 13,3 buqacha. Bu mana katta buqasi. Aka necha yil bo'ldi puli? Sotilmadi, qaytdi. Qancha bo'ldi? Jupiga qanchaga sotilmadi aka? Akamiz bilishmas ekan bular. Biz bozor ham yakuniga keldimi bilmayman. Aka qancha bo'ldi puli? Puli qancha? 13 million. Buqa. Xudo xolasa buqa bo'ladi. 13 million, yaxshi. Yoshlardan so'raganlarga. Aka necha yil bo'ldi puli? 8,5 dan xunajinchalar ha bular. Zo'r, 8,5 dan olishdi. Aka qancha bo'ldi bu? Akamiz xabarlari yo'q shekilli. Aka qancha bo'ldi? 25. Bo'g'oz ha? Qisir. Qisir aka. Aka qancha bo'ldi puli? 19 million. Bo'g'ozmikin bu? Akamiz indashmadi. Eshitishmadi shekilli menimcha. Necha yil bo'ldi? 8 million 300 ha? Xunajin, yaxshi, barakasini bersin. Aka necha yil bo'ldi ekan? 21 million. Bo'g'ozmikin bu? Bo'g'oz ekan. 21 million. Bola chiqib kelishyapti. Aka necha pulga olindi? 25,3. Bolasi buqachami? Bolasi buqacha. Ko'z tegmasin. Aka necha yil bo'ldi? 37,5 million bo'libdi. Taroziga chiqmadi, ha? Taroziga chiqmabdi.
Aka necha yil bo'ldi bu? 35 yarim. 35 yarim. Bu gibrid shekilli Anguska. Ya zo'r, barakasini bersin. Narxlar qalay bo'pti? Akalar yaxshimi yoki qimmatmi? Yozib qo'yinglar. Aka necha yil bo'ldi? 26 yarim. 26 yarim. Qisira? Qisir, zo'r. Aka necha yil bo'ldi? Voy, akamiz shofyor ekan, so'rashmayapti. Tog'a necha yil bo'ldi? 14 million 100 ming so'm. Yaxshi, barakasini bersin. Aka necha yil bo'ldi ekan bu? 22 million buqa. Raza yem yediradigan ekanda bunga. Marjinlardan. Aka necha yil bo'ldi? 19 yarim. Qisira yo bo'g'ozmikan? Qisirga olinibdi. 19 yarim. Ha. Oh, ko'z tegmasin, juda chiroyli. Aka necha yil bo'ldi? Sotilmadi qaytdi, mana go'zalidan. Aka necha yil bo'ldi? 39,5 million. Oyog'i nima bo'lgan? Qayrilib qoldimi? Oyog'i sal hisoblanib ketyapti. Aka necha yil bo'ldi bu? 12 million 100 ming. 12 million 100 ming so'm. Juda arzon olishibdi, lekin gap yo'q. Barakasini bersin. Endi bu bozorda kimdir qimmat, kimdir bo'lsa arzon oladi. Narxlar shuning uchun har xil bo'laveradi. Xo'p, mana tomonda chiqib kelyapti. Aka necha yil bo'ldi? Savdosidan xabarlari yo'q akamiz, shofyorlar shekilli. Cho jonivor. Et boshi juda chiroyli ekan lekin. Qanaqasi endi? Qancha bo'ldi dedingiz? Sotilmadi, qanchadan qaytdi ekan? 38 dan qaytibdi. Bolasi buqacha ekan. Yaxshi. Xudo xolasa keyingi bozor sotilib ketadi. Go'zalni yetalab chiqishyapti. Qancha bo'ldi aka? 15 million 200 ming so'mga buqa. Zo'r. Aka necha puldan bo'ldi ekan bular? Tog'a necha pul bo'ldi? 10 million 700 ming so'm. Bunajin. Yo'q, qancha bo'ldi ekan bular? Uchtasimi? Ha. 34 yarim. 34 million 700. 34 million 700 bo'pti uchtasi. Mana bo'ylari ham standart ekan. Bunajinchalar. Buqasi ham bormi ichida bitta? Yaxshi, barakasini bersin. Akamiz bu tomondan yetalab qancha bo'ldi aka? Akamizda xabarlari yo'q ekan narxidan. Buqa. Cho jonivor. Qanaqasi endi bu? Bu to boshqacha. Qancha bo'ldi, tog'a? 13 million. 13 million. Ozgina mehr talab ekan. Menimcha qo'tirma shunaqa tushgan shekilli. Aka necha yil bo'ldi bu ona bola? 29 million 200 ming so'm. Bola buqa. Birinchi qoringa zo'r, barakasini bersin. Buqaga o'xshashdan xunajin chiqib kelyapti. Aka necha yil bo'ldi? 18 million. Holatini qarang. Go'zalligini ko'z tegmasin. Akalar like bosishdan chiqib qolgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yaverasizlar. Qanaqasi, tog'a? 12 bo'ldi. 12 million bo'ldi. 50 ming kam. 50 ming kam. To'rkasi qoni bor, to'rkasi suti bor. Gap yo'q. Zo'r, barakasini bersin. Xudo yaxshi ketadi. Bir olan ishqibozlari ko'p bo'ladi. Aka necha yil bo'ldi? Egasi orqada. Ha, egasi orqada. Hozir buni ham albatta narxini so'rab ketamiz. Buqacha. Aka necha yil bo'ldi? Sotilmadi. Qanchadan qaytdi? 35 dan qaytdi jupa. Jupi 35 dan qaytibdi. Mana bu qolar. Akalarimiz chiqib kelishyapti. Hozir narxlarini so'rab beramiz. Aka, assalomu alaykum. Necha yil bo'ldi? Sotilmadi. Sotilmadi, qaytdi. Aka, qancha bo'ldi? 13 million 700 bo'pti. Yaxshi, barakasini bersin. Bu qancha bo'ldi ekan bularni puli? 16. Aka necha yil bo'ldi? 19 million. Ikkovi ham buqa ekan. O'zbekistonda tug'ilgan sementalli gibrid. Aka necha yil bo'ldi puli? 19 million. 19 million bo'ldi. Ana buqa o'tib ketib qoldi, so'rolmay qoldik. Qancha bo'ldi ekan bu? 16 million bo'pti. Buqa necha yil bo'ldi? Aka so'ramabdi. Aka necha jupiga bo'lgan. jupiga bo'lgan xabarlar yo'q. Xabarlari yo'q ekan. Ikkovi ham jupiga bo'lgan